Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, azizlar. Xabaringiz bor, biznes egalari uchun biznesga taalluqli bo'ladigan, biznesga taalluqli darslarni boshlaganmiz va oldingi darsimizda ustama va marja mavzusida dars o'tgan edik. Bu darsimiz, ikkinchi darsimiz zararsizlik nuqtasi mavzusidagi dars va zararsizlik nuqta nimaga kerak shu haqida bugun gaplashamiz. Tushuncha, zararsizlik nuqtasi bu sotuvdan tushgan pulingiz barcha xarajatlaringizni qoplaydi, ammo hali foyda keltirmaydigan o'sha minimum darajadir. Ya'ni siz xarajatlaringizni qoplash uchun qanchadir savdo qildingizda va shu xarajatlaringizni qoplab berdi. Hozirgi kunda zarar demaysiz, bir tiyinlik foydangiz ham yo'q. Ana shu narsani zararsizlik nuqtasi deydi va buni bu darsimizda chuqurroq, bafurja o'rganib o'tib ketamiz. Xo'p, ahamiyati biznes omon qolishi uchun kamida qancha sotuv qilish kerakligini aniqlaydigan tushuncha bu. Moliyaviy qarorlarni asosiy qabul qilish uchun kerak bizga bu zararsizlik nuqtani bilishimiz. Hayotiy misol, bir tadbirkor zararsizlik nuqtasini yaxshi tushunib, sotuvlarni shu darajada yuqori saqladi, oqibatda foydasi 25% ga oshdi. Bu meni o'zimning shogirdlarimda bo'lgan keyslardan. Biznesda xarajatlar ikki turga bo'linadi. Birinchisi bu doimiy o'zgarmas xarajatlar, ikkinchisi o'zgaradigan xarajatlar. Kelinglar bularni har birini alohida bir o'rganib chiqaylik. Doimiy xarajatlar. Bu xarajatlar ishlab chiqarish hajmi yoki sotuvlar miqdoriga bog'liq emas. Ular doimiy ravishda, ayniqsa qisqa muddat ichida o'zgarmaydi. Misollar: ijara to'lovlari. Ofisimizda yo seximizda ijara to'lovi bu doimiy xarajat. Ma'muriy xodimlar maoshi, buxgalteriya bo'lishi mumkin, qo'riqlash xizmati bo'lishi mumkin, rahbariyat, ma'muriyat, rahbariyat xodimlar bo'lishi mumkin. Bularning oyligi aniq belgilangan va savdo qancha bo'lishidan yo savdo tushib ketishiga unchalik bog'liq emas, fiksa oyliklar deyiladi yana boshqa tilda. Qo'riqlash buxgalteriya xizmati, bularning xarajatlari ham doimiy xarajatlarga kiradi. Uskuna amortizatsiyasini ayrimlar doimiy xarajatga olib boradi, chunki amortizatsiyaning ham turlari bor. Amortizatsiyani to'g'ri chiziqli turi deyiladi buxgalteriyada. Faoliyat yuritasizmi, yuritmaysizmi, ishlab chiqarishingiz bormi, yo'qmi, har oy amortizatsiya hisoblanadi. O'sha amortizatsiya turi bilan doimiy xarajatga kiradi. Litsenziyalar yoki nimalargadir qanaqadir dasturlarga, programmalarga obuna bo'lamiz, oylik to'lovlari bor va bular ham doimiy xarajatlar tarkibiga kiradi. Xususiyati qanaqa bularni? Hatto siz hech narsa sotmagan bo'lsangiz ham bu xarajatlarni to'lashimiz kerak. Xususiyati shundan farqlab olamiz doimiy xarajatni. Endi o'zgaruvchan xarajatlar. Bu xarajatlar ishlab chiqarish yoki sotuvlar hajmiga bevosita bog'liq xarajatlar. Qancha ko'p mahsulot chiqarsangiz, shuncha ko'p xarajat bo'ladi. Misol, xom ashyo va materiallar. Agar men qancha ko'p mahsulot ishlab chiqarsam, shuncha ko'p xom ashyo menga kerak, men shuni sotib olishim kerak. Yoki umuman hech narsa ishlab chiqarmasam, umuman menga xom ashyo sotib olish hojat yo'q, bu xarajat qilinmaydi. Zdelni deyiladi, ishbay maoshlarimiz bo'ladi. Masalan, har bir yig'ilgan mahsulot uchun qanaqadir to'lov bo'ladi. Mana bu ishbay mahsuloti, ishbay oyliklari bilan o'zgaruvchan xarajatlar tarkibiga kiradi. Savdo bo'yicha bonus yoki komissiyalar bo'lgan savdodan men senga shuncha foiz beraman, mana shunaqa bonus olasan degan xarajatlarimiz ham bu o'zgaruvchan xarajatlar. Upakovka, urash, qutilar
yetkazib berish dastavka xarajatlari mahsulot miqdoriga bog'liq holda bilan o'zgaruvchan xarajat. Xususiyatlari qanaqa bularni? Agar sotuv bo'lmasa, bu xarajatlar ham umuman bo'lmasligi mumkin. Ikki xarajat turi, doimiy xarajatlar. Savdo bo'ladimi, bo'lmaydimi, ishlab chiqarish bo'ladimi, bo'lmaydimi, doim xarajati bor. Va o'zgaruvchan xarajatlar, ishlab chiqarish va savdo bo'lsa, bu xarajatlar bor. Agar bo'lmasa, bu xarajatlar bizda bunaqa xarajat turi yo'q. Doimiy xarajatlar hozir aytganimizdek, bu xarajatlar ishlab chiqarish hajmi yoki sotuvlar miqdoriga bog'liq emas. Ya'ni ijara to'lovlarim, ofisim bo'lsa, yo ishlab chiqarishim bo'lsa, ijara to'lovlarim, oyliklar, belgilangan fiksa, ma'muriy xodimlarning oyliklari, buxgalteriya xizmati, o'sha buxgalteriyadagi ketadigan xarajatlarim va o'zgaruvchan xarajatlar. Bu xomashyo, materiallar bo'lishi mumkin. Bu tovar mahsulotlar bo'lishi mumkin yoki o'sha bo'lgan savdodan, bo'lgan natijadan beriladigan bonuslarim bo'lishi mumkin. Mana bir jadval misolida ko'rsataman. Ishlab chiqarish hajmi, doimiy xarajatlar, o'zgaruvchan xarajatlar, jami xarajatlar degan bir jadvalimiz bor. Ishlab chiqarish hajmimiz 0 ga teng deylik. Ishlab chiqarish hajmi deysizmi yo savdo hajmi deysizmi? 0 ga teng, lekin bizning doimiy xarajatlarimiz 10 million. O'zgaruvchan xarajatlarimiz, ishlab chiqarish hajmimiz 0 ga teng bo'lganligi uchun o'zgaruvchan xarajatimiz ham 0 ga teng va jami xarajatimiz o'sha doimiy xarajatimizning miqdori bilan 10 million bo'ldi. Endi ishlab chiqarish hajmimiz 100 dona bo'lsa va bu 100 donaga bizda 5 million pul ketsa, doimiy xarajatimiz 10 million, o'zgaruvchan xarajatimiz 5 million, jami xarajatimiz 15 million bo'ladi. Ishlab chiqarish hajmimiz 300 dona bo'lsa, doimiy xarajatimiz qolaveradi, o'sha 10 millionimiz, xarajatimiz ortdi, 15 million bo'ldi va bizning jami xarajatlarimiz 25 millionga teng bo'ladi. Xuddi shunaqa yana bir misolimiz, ishlab chiqarish hajmimiz 500 dona bo'lsa, e'tibor qilgan bo'lsanglar, doimiy xarajat 0 ishlab chiqarishda ham 10 million edi, 500 ta ishlab chiqarsam ham o'sha 10 million. Faqat o'zgaruvchan xarajatim 500 taga nisbatan 25 million bo'ldi va jami xarajatlarim 35 millionga teng bo'ldi. Qisqa formulasi bor, zararsizlik nuqtasini hisoblaydigan. Zararsizlik nuqtasini aniqlashimiz uchun doimiy xarajatlar miqdorini yoki mana bu 10 millionni bo'lamiz sotuv narxi ayrilgan bir mahsulotga to'g'ri keladigan o'zgaruvchan xarajatni. Ya'ni agar biz 100 so'mga sotadigan bo'lsak, bir mahsulotga to'g'ri keladigan o'zgaruvchan xarajat bu tan narx. 50 ming bo'ladigan bo'lsa, 100 ming sotuv narxi, 50 ming tan narxi bo'ladigan bo'lsa, foydamiz 50 ming. Doimiy xarajatni miqdorini o'sha 50 mingga bo'lsak, qancha mahsulot sotsak, biza 0 ga chiqishimizni bizga ko'rsatib beradi. Xarajatlarni to'g'ri tasniflashni o'rganamiz. Doimiy xarajatlar bu sotuv hajmi o'zgarganda ham bir xil turadi. Misollar: ijara haqi, ish haqi, doimiy xodimlar, kommunal to'lovlar, turli bizneslar uchun namuna keltiramiz. Ishlab chiqarishda bu zavod ijarasi, uskuna ta'miri bo'lishi mumkin. Savdoda do'kon ijarasi, kassir maoshi bo'lishi mumkin. Xizmat ko'rsatishlarda ofis ijarasi, onlayn qanaqadir platformalarning haqqi bo'lishi mumkin. O'zgaruvchan xarajatlar. Sotuv oshsa, xarajat ham oshadi. Misollar: xomashyo misolida, mahsulotni ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan ish haqqi yoki logistika misolida har bir mahsulot yoki xizmat uchun qancha xarajat ketishini aniq bilishimiz kerak. Ko'p uchraydigan xatolar: doimiy xarajatlarni o'zgaruvchan deb adashtirib qo'yadi ko'pchilik. Yoki ikkinchi yana bir xato, yashirin xarajatlar. Masalan, mayda ta'mirlash, ilojsiz rasmiylashtiruv xarajatlarini unutib qo'yib, bularni xarajat tarkibiga kiritmaslik. Zararsizlik nuqtasini hisoblashni endi bir boshdan boshlaymiz, buni o'rganamiz. Turli misollarda
chakana savdoda oylik doimiy xarajatlarimiz 5 million ekan. Buni hisobladik. Doimiy xarajat o'sha ijara bo'lishi mumkin, qat'iy oyliklar bo'lishi mumkin, yo kommunal to'lovlarimiz bo'lishi mumkin. 5 million bizning doimiy xarajatimiz bor ekan. Bundan oldingi darsimizda ustama va marja darsligimizda qanaqa qilib marja foizimizni aniqlash kerakligini o'rgangandik. Bu hozirgi misolimizda marja sof foydamiz 20% bo'libdi. Buni ustamasi qanaqa, marjani qanaqa hisoblanadi? Oldingi darsimizga o'tib, ustama va marja darsini ko'rib olsangiz, buni juda yaxshi tushunasiz, chunki zararsizlik nuqtasini hisoblashda marja foizi ishingizni 10 barobar oson qiladi, bittada hisoblab chiqishda imkoniyati bo'ladi. Marjamiz 20% bo'ladigan bo'lsa, zararsizlik nuqtasi 5 millionni bo'lamiz 20% ga. Shogirdlarimiz darsda buni o'rgatganimizda ko'p holatda 5 millionni 20 ga bo'lib barobarni bosadi kalkulyatorda. 5 millionni bo'lamiz 20 ga barobarni emas, foizni bosamiz. 5 millionni 20% ga bo'lsak, 25 million oylik savdo qilsak, 0 ga teng, 1 tiyin zararimiz ham yo'q, 1 tiyin foydamiz ham yo'q. Agar 25 kun ish kuni bo'ladigan bo'lsa, kuniga 1 million savdomiz faqat bizani mana shu 5 million ketadigan xarajatlarimizni o'rnini qoplab berdi. Undan ortgani ichida bizani o'sha marjamizga teng foydamiz yotibdi, uni o'zi olsak bo'ladi. Ishlab chiqarishda oylik xarajatlar 20 million ekan. Bir mahsulotdan sof foyda 40 ming so'm qolar ekan. Qanaqadir mahsulotni 100 ming tan narxi, sotish narximiz 140 ming ekan, 40 ming qolar ekan. Zararsizlik nuqtasini aniqlashdi. Ikkinchi uslubi 20 millionni mana shu 40 ming so'mga bo'lsam, 500 dona mahsulot sotsam, men biznesim zararsizlik nuqtam 0 ga teng bo'lar ekan. 500 dona mahsulot sotib, 1 tiyin zararim ham yo'q, 1 tiyin foydam ham yo'q. 500 tadan keyingi 501-chi mahsulotni sotsam 40 ming foydam bo'ladi. Bu narsani ko'pchilik biznes egalari bilmaganligidan 500 ta emas, 400 ta sotib ham o'zini xarajatlariga olib ishlatib o'rishi mumkin, o'zini ehtiyojlarini qondirishi mumkin va bunda tannarx hisobidan, aylanma mablag' hisobidan olib ketayotganini bilmaydi-da va kundan kunga aylanma mablag'i kamayib va oqibatda pul yetishmasligi, qarzlarga kirish holati uchrab ahvol yomonlashaveradi. Xizmat ko'rsatishni ham ko'raylik. Oylik xarajatlar 3 million ekan. Bir xizmatimizdan qanaqadir xizmat qilamiz, sof foydamiz 30 ming so'm. Har xil holat bo'lishi mumkin. Misol siz o'quv markazingiz bor va bitta o'quvchidan sizga 100 ming, 200 ming, 300 ming qolishi mumkin. Mana bu oylik xarajatlarni aniqlashingiz kerak. 3 millionmi, 30 millionmi, 130 millionmi? Ana shu chiqqan miqdorda o'sha bitta o'quvchidan qoladigan sof foydaga bo'lsangiz, ya'ni 3 millionni hozir bo'lsak 30 mingga 100 ta xizmat ko'rsatsak yoki 100 ta o'quvchi o'qitsak, biza 0 ga teng holat bo'ladi. Agar bu o'quv kursi misolida 30 ming qolganda bitta o'quvchidan 3 million xarajatimiz bo'lganda yo tibbiy klinikamiz bo'lishi mumkin, yo sartaroshxona bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Qanaqa xizmat ko'rsatib bo'lishidan qat'iy nazar, oylik xarajatlarni hammasini qo'shib chiqasiz va bitta ko'rsatgan xizmatingizdan qoladigan foydani aniqlashingiz kerak. Yo marjani aniqlashingiz kerak. O'sha aytganimdek, ustama va marja darsimizda uni o'rgansangiz bo'ladi. Excel jadvallari bor. Kiritiladigan ma'lumotlar bo'ladi. Excel jadvallarda doimiy xarajatlar, birlikka to'g'ri keladigan o'zgaruvchan xarajat, ya'ni tannarx, sotuv narxi va hokazo avtomatik ravishda zararsizlik nuqtasini o'zi chiqarib beradi Excel jadvallar. Men o'zim shunaqa Excel jadvallarda bizga ustozlar o'rgatgan, biza o'sha qanaqa qilib
bu jadvalni tayyorlash kerakligini darslarimizda o'rganganmiz va o'zim ham xuddi shunaqa bir Excel jadvalini tayyorlaganman. Bu darsni YouTube'da ko'radigan bo'lsangiz agar Telegram kanalimizga o'tsangiz, bu Excel jadvalni joylab beramiz. Siz yuklab olib, o'zingizni biznesingizni raqamlarini qo'yishingiz mumkin. Bu yerda qarang. Tovar sotib olingan narx degan, ya'ni tan narx. Agar mana bu misolda 100 ming bo'ladigan bo'lsa, bu raqamni siz o'zgartirishingiz mumkin. 1 million, 100 million, 100 ming dollar xohlaganingizni qo'yasiz. Ko'zlangan foyda, qancha foyda qilmoqchisiz bu tovardan? 10%, 50%, mana bu yoqqa o'sha foizingizni yozasiz. Formulada qancha ustama qo'yish kerak? Mana bu foydani olish uchun qancha ustama qo'yish kerak? Ya'ni siz 100 minglik tovarga 330 ming qo'ysangiz, 25%, 133 mingdan 25% sizga qoladi. Shunda to'g'ri hisoblangan bo'ladi. Mana bu formula degan joyda, mana bu yoqlarga o'zgartirish kerak emas. Formula turibdi, buzib qo'ysangiz ishlamasligi mumkin. Agar mabodo buzib qo'ysangiz, o'sha Telegram kanalimizdan kirib, yana qaytadan yuklab olasiz, buzilmagan holatida. Va yana o'zgartirsangiz bo'ladi. Sotuvchilarga bonus agar beradigan bo'lsangiz biznesingizda bonusini kiritasiz, bo'lmasa 0 qo'yasiz. Soliq stavkasi. Hozir foyda soliq stavkasi O'zbekistonda 15%, balki siznikida boshqachadir. IT park rezidenti bo'ladigan bo'lsangiz 7% yoki qanaqadir o'sha imtiyozlarga ega bo'ladigan bo'lsangiz, buni o'zgartirib soliq stavkasini kiritasiz va bular o'zgaruvchan xarajatlar edi. Ana endi bizda doimiy xarajatlar boshlanadi. Do'kon ijarasi. Skladimiz bo'lsa, omborxonamiz, uni ijaralari, oyliklardan soliqlar chiqishi mumkin, reklama xarajatlari, kommunal to'lovlari, internet, aloqa, boshqa xarajatlar va agar sizda bu xarajatlar turi bo'lmasa, siz o'zingizning xarajat turlaringizni yozishingiz mumkin va o'zingizning raqamlarni qo'yishingiz mumkin. Bular hammasi o'zgartiradigan xarajatlar. 100 minglik tovar olib 33% ustama qo'yib, 25% marja oladigan bo'lsam, mana shu 16 million 500 doimiy xarajatim bo'lgan holatda 2% sotuvchilarimga bonus beradigan holatimda 71 million 739 ming 130 so'mlik savdo qilsam, men 0 holatda bo'lar ekanman, zararsizlik nuqtamga chiqqan bo'lar ekanman. Ya'ni menda minus ham yo'q, foyda ham yo'q, zararim ham yo'q, foydam ham yo'q, 0 tochkadaman. Mana buni to'ldirganlaringdan keyin ikkinchi bu ma'lumotlar varog'i, ikkinchi varoqqa o'tsanglar o'sha Excel jadvalda. Bu yerda o'zi jadval ko'rinishida berilgan birinchi ustun o'sha butun xarajatlarning nomi, daromad va xarajatlarning nomi, savdo tushumi, xizmat ko'rsatishdan tushum va xarajatlar, o'zgaruvchan xarajatlar va doimiy xarajatlar. Va oxirida sof foyda, soliqqacha foyda, soliq stavkasi va sof foyda. Tagida o'zi ko'rsatadigan ko'rsatkichlar bor, biznesda kerak bo'ladigan rentabilnosti, ustamamiz necha foiz, marja necha foiz, zararsizlik nuqtamiz qanaqa miqdor ekan, sotilgan tovarimizni marjasi, sotilgan tovarimizni tan narxi, xavfsizlik chegarasi degan tushunchalar bor. Bir kunlik savdo tushum. Bu yerda o'zi bir kunlik savdo tushum deganda siz o'sha Excel jadvalimizda mana bu sariq joyida ko'rsatilgan bir oyda necha kun ishlaysiz? 20 kunmi, 26 kunmi, 30 kunmi? O'shani to'ldirib yozsangiz, bu yerda bir kunida siz qancha savdo qilishingiz kerak, zararsizlik nuqtasiga chiqishingizni ko'rsatadi. Birinchi bu nomlaridan keyin, daromad va xarajatlar turlari nomlaridan keyin birinchi qatori u faqat zararsizlik nuqtasini ko'rsatib beradigan qator bizada. Yanvardan dekabrgacha siz reja qilishingiz mumkin. Zararsizlik nuqta meniki 71 million bo'ladigan bo'lsa, agar men 100 million savdo qilsam, buni nimaga kerak bu narsa? Sotuv bo'limingizga reja qo'yish uchun kerak. Men 100 million savdo qiladigan bo'lsam, menda mahsulot tan narxi 75 million bo'lar ekan,
sotuvchilarga bonus 2 million bo'lar ekan. Doimiy xarajatlarimda umumiy miqdori 16 million 500 bo'lar ekan va men 6,5 million foyda qilar ekanman 100 million savdo qilsam. Bu 6,5 milliondan soliq stavkam 975 ming bo'ladigan bo'lsa, buni to'lasam 5 million 525 ming sof foydam bor ekan deb ko'ra olasiz va bu raqamlarni o'ynatsangiz bo'ladi. 150 million, 170 million, 200 million siz oldindan bu narsani reja qilishni boshlaysiz va oldindan buni o'zingiz nima deydi, bir qadam, ikki qadam, bir oy, 2 oy oldin ko'rishni boshlaysizda, bu ko'rganingiz orqali siz ta'sir o'tkaza olasiz. Kelajakka qanaqa qilib qaysi raqamlarga chiqishim kerak? Sotuv bo'limingizga, xodimlaringizga raqamlarni aniq bera olasiz. Biza mana shu raqamlarga chiqsakkina foydaga chiqarkanmiz. Agar mana bu 71 million, ya'ni bir kunda 2 million 759 ming savdo qiladigan bo'lsak, biza nafaqat foyda yo'da tursin. Mana bu xarajatlarni o'zini qopladik. Bu xarajatlar kiritilmagan joyida boshqa xarajat biza umuman qila olmas ekanmiz. E'tibor qilgan bo'lsanglar, bu xarajatlar orasida tushlik puli yo'q. Kelib ketish, taksi, yo'l kira xarajatlarimiz yo'q. Agar men 2 million 759 ming savdo qildim, men tushlik qilishga haqqim bor-ku, yoki men uyimga bozorlik qilishga haqqim bor, 2 million 759 savdo qildim. Yo men transport xarajatlarim, mashinamga benzin qo'yishim kerak, yo taksida borib kelishim kerak deb mana shu puldan hozir xarajat qilsangiz, siz biznesingizni aylanma mablag'idan, ya'ni tanidan yeyishni boshlagan bo'lasiz va bu sekin-sekinlik bilan sizni biznesingizni yana o'sha aylanma mablag'ini kamaytirib, pul tanqisligi, kassaviy razriflar va ertaga yana o'sha qiyinchiliklar bankrotlik yoqasiga kelib qolishga olib keladigan bu ikkinchisi. Birinchisi o'sha ustama va marjani bilmaslik bo'lsa, zararsizlik nuqtasini bilmaslik bu ikkinchi xavf. Biznes egasi bu narsani bilish kerak, tushunish kerak va biznesida doim bu narsani ishlatish kerak. Zararsizlik nuqtasini pasaytirish strategiyalari ham bor. Ya'ni biza xarajatlarni kamaytirishimiz mumkin. Mana bu xarajatlarni, ijarani arzonroq joydan topishimiz mumkin. Oyliklarni fiksa qismini kamaytirib, bonus qismiga o'tkazishimiz mumkin. Ko'proq savdo qilsang, ko'proq olasan, kamroq savdo qilsang, kamroq olasan deb. Agar biza shundan foydalanib, xarajatlarni to'liq tahlil qilsak, biza xarajatlarni hammasini yozib ko'rsak, Pareto qonuni bor, 80 ga 20 degan. Qaysidir xarajatlarimiz 2 ta yo 3 ta bo'lishi mumkin. 20% xarajatimiz 80% miqdorda olib turgan bo'lishi mumkin. Biza o'sha eng katta xarajatlarimizga e'tibor qaratishimiz kerakda. Shuni optimizatsiya qilishda nimalar qilsak bo'ladi? Qanaqa yondoshsak bo'ladi? Shuni 80 ga 20 qoidasini katta xarajatlar qayerda degan savolni berib, shundan ancha o'zimizga manfaatli foydalansak bo'ladi. Elektr, suv, ijara haqi, logistika kabi xarajatlarni ham qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Balkim tejamkor lampalar, tejamkor uskunalar olib, elektrni, suvni yo gazni kamroq ketadigan yo'llarni ko'rsak, doimiy xarajatimizni kamaytirsak, mana shu 71 million 739 imizni ozgina yana kamaytirishimiz mumkin. Buni doimiy ishlash kerak, doimiy nazorat qilish kerak. Misol, mebel sexi xarajatlarini 18% ga qisqartirib, zararsizlik nuqtasini pasaytirdi. Ikkinchisi, narx va marjani optimallashtirish. Narx oshganda, narximizni oshirganimizda mijozlarni yo'qotmaslik uchun biza qo'shimcha qadr berishni o'rganishimiz kerak. Qo'shimcha qanaqadir xizmatlar yoki sifatimizni oshirishimiz kerak. Misol, narxni 12% ga oshirib,
mijozlar soni kamaymagan holda foyda 20% ga oshdi. Mana bu jadvalimizda o'ynab ko'ringlar, 25 emas, 30% qolsa, mana bu qanaqa kamayishini ko'rasizlar. 40%, 50% qilib ko'ringlar, mana shu xarajatlar 16 million 500 bo'lgan joyida mana bu foyda oshgan sayin zararsizlik nuqtalaring kamayib ketaveradi. Birinchisi bizani o'sha qiladigan ishimiz doimiy xarajatlarni kamaytiradigan bo'lsak, ikkinchisi foydani oshirish. Yo'q, foydani bozor ko'tarmaydi, narx qimmat bo'lib ketadi desa, foyda faqat qo'yilgan ustidagi ustamada emas, tannarxda ham foyda o'tiribdi. Agar siz shu 100 minglik tovarni 100 mingga emas, 95 mingga yo 90 mingga olishni yo'lini qilsangiz va mana bu foydani saqlab va mana bu narxni saqlab qolib, ustama ko'payadi, tannarx arzonlagani hisobiga va zararsizlik nuqtasi yana pastga tushadi. Uchinchisi, assortimentimizni optimallashtirish. Foydasiz tovarlar bo'ladi yoki foydasiz xizmatlar bo'ladi. Uni aniqlashni eng zo'r yo'li bu ABS analiz degan bir instrument bor, moliyaviy instrument, tahlil. O'shanaqa qilib biza qaysi tovarlar A kategoriyada, qaysi xizmatlarimiz A kategoriyada, qaysi C kategoriyada umuman bizaga na son bo'yicha, na foyda bo'yicha, na marja bo'yicha bizaga foydasi yo'q, C kategoriyada yotibdi. Shuni aniqlashimiz mumkin va marjasi past, sotuvlari kam mahsulotlardan voz kechishimiz kerak. Asosiy foyda keltiradigan tovarlarga urg'u berib, bu foydasiz tovarlarni orasidan mablag'ni bo'shatib, arzonroqqa bo'lsa ham sotib, foyda keltiradigan tovarlarga yo'naltirsakda, katta foyda keladigan tovarlarni olsak ham biznesimizga yaxshi, ham zararsizlik nuqtamizni ancha pastga tushiradi. Assortimentni 30% ga kamaytirib, foydani 22% ga oshirgan bu real misol keyslar bu. O'sha ABS analiz va zararsizlik nuqtasini bilimini o'rgangan shogirdlarimizdan. Xulosa va amaliy tavsiyalar. Butun xarajatlaringizni aniq tavsiflang. Qaysi biri doimiy, qaysi biri o'zgaruvchan. Zararsizlik nuqtasini hisoblang va har oy nazorat qilib boring. Zararsizlik nuqtasini pasaytirish uchun kamida bitta strategiya yo'lga qo'ying. Mana bu oy men buni qilaman. Kelasi oyga yana bir qanaqadir strategiya o'ylab topish kerak bo'ladi. Zararsizlik nuqtasini tushunish biznesingizda tasodifan emas, aniq reja bilan foyda olishingiz uchun eng muhim qadam hisoblanadi. Bunaqa zararsizlik nuqtasini darsligimiz biza mana kurslarimizda biznes egalariga, moliyachilarga, katta-katta korxonalarning buxgalterlariga darsda o'tamiz. Ustama va marjani kamida bir 20 ta misol bilan darsda o'tiladi, darsda yechiladi va endi darsimizda kuratorlarimiz bo'ladi. Kuratorlar yordamida o'zini biznesini mahsulotlarida ustama va marjani, o'zini biznesini misolida zararsizlik nuqtasida ham masalamiz juda ko'p. Masala tinimsiz masala yechiladi. Bu darsda chuqurroq tushuntirilgandan keyin tinimsiz masala yechiladi-da, shunchalik mukammal o'rganadi, shunchalik oddiy holat bo'ladi va borib o'zini biznesidagi xarajatlarini hisoblab chiqib, o'zini biznesida o'rtacha marjani aniqlaydi va zararsizlik nuqtasini chiqaradi. Bir shogirdimiz o'zimizni qo'limizda o'qigan bir oyda 400 million savdo qilar ekan oziq-ovqat do'kon. Bir kunlik savdosi 13 millionga teng ekan. 13 million 14 million oralig'ida bo'lar ekan. Bir oyda 400 million savdo qilar ekan. Hisoblaganimizda o'rtacha 20% qolar ekan. Va xarajatlarini hisoblab chiqdikda, doimiy xarajatlarni hisoblab chiqib o'sha 20% ga bo'lsak, zararsizlik nuqtasi 400 millionga teng bo'ldi. U degani bir oyda do'konida 400 million savdo qilib, bir tiyinlik zarari yo'q, bir tiyinlik foydasi yo'q. Umuman bir tiyin foyda qilmagan. Keyin men savol berdim. Siz dedim, uyingizga bozorlik qilasizmi?
qanchadir mablag' o'zingizning xarajatlaringizga, ro'zg'oringizga olasizmi biznesingizdan? Mashinangizni, transportingizni, bolalaringizni o'qishlarini xarajati bormi? Bularni qayerdan qilasiz desam, shu puldan olaman, mana shu 400 million savdodan olaman dedi. Demak, siz hozir aylanma mablag'ingizdan yeb yotibsiz. Aylanma mablag'ingizni o'zingiz bilmagan holda kamaytirib yotibsiz. Agar aylanma mablag'ingiz qolmagan bo'lsa, sizga mahsulot beruvchilar, mahsulot yetkazib beruvchilar поставщикlarning tovarini hisobidan siz hozir olib chiqib ketib, o'z ehtiyojlaringizga ishlatib yotibsiz deganimda o'ylanib qolib, keyin nima qilsak bo'ladi? Qanaqa qilib yo savdoni oshirishimiz kerak, yo marjani oshirishimiz kerak, yo doimiy xarajatlarni tushirishimiz kerak degan strategiyani tanlab o'tirib ishlab chiqib, shuni biznes davolash deydi, biznesini sog'lomlashtirish deydi. Shu sohada o'zi biz yo'lga qadam boshlaganmiz va shuni tatbiq qilishni boshlaganmiz biznesga. Bu o'tiladigan ko'p instrumentlardan ikkinchisi. Birinchisi ustama va marja bo'lsa, bu zararsizlik nuqtasi. Bundan keyin chegirmalar, tannarxni to'g'ri hisoblash, ABS analiz va bularni hammasini ichida eng muhimi shaxsiy moliyamizni yurg'izish. Agar shu biznes egalari shaxsiy moliyasi tartibli bo'lganda, bir oyda qancha xarajat qilishini bilganda, bilmagan holda agar ko'proq pul olib qo'yganda ham o'sha xarajat har oy qilingan byudjet xarajati ketaverardi. Ziyod olgan puli zaxirasida yo uyida yo birorta investitsiyasida turardi-da, ertaga biznesi qiyin ahvolga tushib, pul tanqisligi yetmay qolgan vaqtda o'sha zaxirasidagi pulni olib bu yoqqa ishlatardi. Bizda shaxsiy moliyamiz ham tartibga kelmaganligi sababli ustama va marja, ustama 20 qo'yamiz, 20 olamiz, boyagi ustiga olgan pulimizni ishlatib yuboramiz, chunki shaxsiy moliyamizda tartib yo'q. Zararsizlik nuqtasini bilmaymiz, zararsizlik nuqtasiga hali yetib kelmaganmiz, lekin tanidan olib yotibmiz, xarajat qilib yotibmiz va shaxsiy moliyamizda tartib yo'qligi uchun, shaxsiy moliyamizni biz boshqarmaganligimiz uchun, nazorat qilishni bilmaganligimiz uchun bu yerda ham pul hammasi xarajat bo'lib ketyapti-da, pul saqlab qola olmayapmiz. Va oxiri buning natijasida biz o'sha pul yetishmasligi, kassovый разрыв va bankrotlik sari juda katta qadamlar bilan ketamiz. Bunaqa masalalarni qisqacha variantini mana shunaqa darsliklarda berib boramiz. Chuqurroq buni o'zlashtiraman. Menga ko'proq buni tezroq tatbiq qilishim kerak va menga hozirgi bu yoqdagi beriladigan mavzu juda ham yaxshi. Lekin birinchidan kam berilyapti, ikkinchidan men juda ko'proq instrument olmoqchiman deganlar, unda kursda o'qiladi bu narsalar. Kursda juda birinchidan ruschasiga полный погружение deydi. Butun jarayonga sho'ng'ish bo'ladi. Men va kuratorlarimiz bu narsani o'sha o'zini biznesini, o'zini raqamlari misolida o'rgatiladi. Mana shu darslarda ham xudo xolasa bu slaydlarni tashlab beramiz, bu o'sha Excel jadvallarni tashlab beramiz. Qo'llanglar, o'rganinglar, videoni qaytadan ko'ringlar, jadvallarni ishlatinglar. Balkim formulalarni buzib qo'yarsizlar, hech qisi yo'q. Qayta yuklab olasizlar Telegram kanalimizdan va yana qaytadan to'ldirishni boshlaysizlar. Agar qo'shimcha savollar bo'lsa, nimadir tushunmagan joyingiz bo'lsa, bu slayddan yo bu darslikdan yo o'sha Excel jadvallarimizdan savollarni hammasini yozib qo'ying. Bo'ladigan onlayn ovozli efirlarimizda, mana Ramazon oyi tugab, aniq qilsa, har o'sha haftada o'tkazadigan onlayn efirlarimizda bu narsada o'sha savollaringizni bersangiz, bafurja savol-javob qilib o'tib ketamiz. Men barchangizga omad va baraka tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.